Eronda ayollar tanasiga silikon qo'yish ommalashmoqda. Ayrimlar bunday operatsiyalarni kredit yoki bo'lib to'lash hisobiga amalga oshirmoqda. Mamlakatda tanani o'zgartirishga qaratilgan jarrohlik amaliyotlari soni keskin oshgan. Eronlik ayollar liposaksiya, ya'ni teri osti yog'ini olib tashlash, qorin terisini tortish va tana qismiga silikon qo'yishga e'tibor qaratmoqda. Eronda plastik operatsiya mijozlarining qariyb 80%ni ayollar tashkil qiladi. Har yili bunday operatsiyalar soni 100 minglab holatlarga yetadi. Shunga qaramay, erkaklar orasida ham talab ortmoqda. Ular asosan soch ekish, liposaksiya, jag' shaklini o'zgartirish, ko'krak va qorin mushaklarini shakllantirishga tobora ko'proq murojaat qilmoqda. Plastik operatsiyalarga talab oshishi sabablaridan biri nisbatan arzon narxdir. Eronda ko'krak qismiga silikon qo'yish $1700 tananing bir qismi uchun liposaksiya $600 brazilcha shakl $1500 to'liq tana paketi esa $1800 boshlanadi. Taqqoslash uchun AQSh yoki Britaniyada bunday operatsiyalar odatda $10,000 yuqori turadi. Odamlar jarrohlikni mo'jiza deb o'ylaydi, ammo har bir tananing o'ziga xosligi va cheklovlari bor. Ba'zi bemorlar esa buni eshitishni xohlamaydi, deydi anonim jarroh.